Hammaga assalomu alaykum. Korzinka ko'rdan zakazlarim keldi, hozir ochamiz. Xum, yogurtlar, ayron, makaron, konservalar, влажная salfetka и shampunyon. Sinergetik penka, rosa zo'r narsa ekan, teshlatib ko'ringlar. Ham qo'l yuvishga и bollarni cho'miltirishga zo'r ekan. Iceberg, pomidor, bodring, baqlajon, limon, zo'rligini qaranglar. Zelень, как всегда свежий, olma и grudinka. Shu mana bugungi zakazlarim ko'p narsa skidkada ekan. Masalan, mana yogurtlar narxi zo'r skidkada, mana konserva, влажный shampunlarim skidkada ekan. Shunga oldim. Limonlar oldim. Mana zelinlarni qaranglar, svejiyligini. Zamorozkalar, ovushlar bor. Xullas, qidirgan hamma narsalarni topasizlar. Assortiment juda ham katta. Har doim aytaman, narxlarni boshqa joy bilan solishtirib o'tirmasanglar bo'ladi, chunki arzonligiga qaramasdan shunaqa aksiyalar, skidkalar ham qilishadi. 250 mingdan oshgan tovar uchun tekin dastavka uyinglarning eshigini tagigacha olib kelib berishadi. Agar umuman zakaz qilmagan bo'lsangiz, birinchi 3 ta zakaz uchun 30 mingdan skidka ham qilib berishadi. Shuning uchun bunaqa imkoniyatdan foydalanish kerak. Tim bo'li mana narsalar juda ham og'ir bo'lib ketdi. Menga uyimga olib chiqib berishligi to'g'risi juda ham yoqadi. Shunga tez-tez zakaz qilib turaman.